Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga sog'lik, omonlik tilayman, sog'-salomat bo'linglar. Ushbu murojaatda prezidentimizga yetib borishida yordam berishingizni iltimos qilaman, duodaman. Ushbu murojaat O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga. Hurmatli Shavkat Miromonovich, yana men sizga Andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal murojaat qilyapman. Avvalo sizga o'z nomimdan, oilamiz nomidan, Andijondagi 500 ta shu pochkasi ishlamaydigan 1-guruh nogironlari nomidan sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat prezidentim. Men asha iltimos qilib arava so'rovdim, menga nogironlik aravasini jo'natib yuboribsiz. Katta rahmat. Undan tashqari biz har bitta invalidga, nogironga davlat tomonidan har oyda 30 million so'mdan pul ajratilyapti. Shu 30 million so'mning ichida dializ ham olyapmiz, dori-darmonlarni ham olyapmiz. Hamma yo'llar davlat tomonidan bizga 1 so'm ham pul to'lamaymiz, dializ olamiz. Yaxshi lecheniyalar bo'lyapti. Agar shu pulni davlat ajratib bermasa bizga biz shu pulni olmaydigan bo'lsak, o'zimizga qoladigan bo'lsa, bu bir haftaga bormaymiz biz. 500 ta odam o'ladi, qo'pol qilib aytganda. Avvalo buning uchun sizga bu mehribonchilik uchun juda katta rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Shaxsan men sizni yurgizayotgan siyosatingizni, olib borayotgan odilona siyosatingizni men qo'llab-quvvatlayman. Sog'-salomat bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ushbu murojaatni nazoratga olishingizni so'rayman. Men bu sudlarda qilayotgan ishidan umuman noroziman. Andijondagi bo'layotgan asha ishlardan men umuman noroziman. Bizga qarashli bo'lgan fermer xo'jaligimizga qarashli bo'lgan yerda Akmaljon degan asha bir fermer o'zi bizning nomimizdan ariza yozib, o'zi qo'llarni qo'yib, qalbaki hujjatlar qilib, o'zini fermerskiy xo'jaligiga rasmiylashtirib olgan. Holatni ichki ishlar prokuratura aniqlab, asha yerni yana qaytarib o'zimizga qaytarish uchun da'vo arizasi kiritdi Izboskan tuman prokuraturasi. Lekin ishni Andijon tumanida sudya Qahhorov Olim aka degan sudya, asha ma'muriy sud sudyasi ko'rdi. Nima deb yozgan qarorini ham o'zi ham tushunmasa kerak. U jinoyatchini foydasiga ishni hal qildi. Prokuraturani da'vosini, bizni da'voyimizni tan olmadi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Biz tushunmadik. U o'zi haqiqatda o'zi bu odam sudyamidi? Ahli etamidi? Bu qonunlarni tushunamidi? Jinoyatchini foydasiga ishni hal qildi. Prokuraturani da'vosini rad qildi. Birinchi holat. Ikkinchi holat bo'yicha kecha mana sud yakunlandi. Andijon tumanlararo fuqarolik sudida ish ko'rildi. Asha men nogiron bo'lganligim uchun, ko'zim ko'rmasligi uchun, o'zim haftada 5 kun dializ olayotganligim uchun meni nomimdan prokuratura da'vo kirgizgan. 2007-yildagi holat bo'yicha asha bizni oilamizni onam rahmallikda bankda, Turon bankda qolib ketgan 187 million pulini undirish bo'yicha da'vo qanoatlantirildi. Lekin asha 187 millionga qanoatlantirildi. O'rtadagi farq summa asha bankda 18 yil aylantirgan summasi qonunda bor ekan 14% to'lab beradigan bank summasini qo'shib hisoblamadi sudya. Nimaga bunaqa bo'ldi men tushunmadim. 18 yil burun 2007-yilda go'sht $1 edi. Bugungi kunda $10. Domlar ham arzon edi, hamma yo'q arzon edi. Pulning inflyatsiyasi ham bor-ku.
Aşı 2007-yilda pulni bugungi kunda mana 2025-yilda undirib berdi. Lekin biz bankdan pul olsak, bir yiliga 25% kami 24% foizini to'laymiz-ku. Hamma to'layapti-yu. Nimaga endi bank to'lash kerak emas? Yo pul ashi o'zini kuchida turibdimi? Dollar ham unda arzon edi-yu. Davlat kursi ham, bozorda ham, qora bozorda ham bugungi kunda 12 ming, 13 mingga chiqib ketdi-yu. U puliga bizga undirib berayotgan puliga hattoki bir xonali dom bermaydi. Bir nima bo'lish kerak-ku? Hurmatli Shavkat Miromonovich, ushbu murojaatni nazoratingizga oling. Mana Andijonga tashrif bilan kelyapsiz. Ashi siz mana Bo'stonga tashrif chog'ida borasiz ekan, yangi qurilgan HBKga. Men ash yerga boramanmi? Ash aravaga siz olib bergan aravaga chiqib boraman. Ash aravada o'tirgan men bo'laman. Shu qo'lingizni bir olib ko'rishib, bir ana qilib qo'ysam, ichimdagi dardlarimni aytib olsam, armonim qolmaydi. Shavkat Miromonovich, men ham bitta fuqaroyizman. Mana shu O'zbekiston fuqarosiman. Men vaqtida siz bilan birga ishlaganman. Siz bosh vazirlik paytingizda. Uzvino sanoat holding kompaniyasida ishlaganman. Rahmatli Said aka Said Jalolov bilan siz olib borgan majlislarda qatnashganman. Sizni topshiriqlaringizni bajarganman. Shavkat Miromonovich, iltimos meni qabul qiling. Bu ishlarga, bu nimada Andijonda siz aralashmasangiz barham berishmaydi. Faqat o'z aralashsiz, shunda adolat qaror topadi. O'zi aytyapsiz-ku, adolat, adolat, adolat deb. Adolat qaror topsin. Bu sudyalarni shuncha sharoit yaratib berdingiz bu sudyalarga. Sudyalar 45 million so'm oylik oladi. 45 million so'm oylik beryapsiz bularga. Sabab qonuniy ishlasin, shu xalq xizmatini qilsin, odamlarni rozi qilsin degan maqsadda. Bularni qilayotgan ish shu. Xohlaganini qiladi, xohlagan qarorini chiqaradi. Bunday qarorni kitobga qarab qonuniy chiqarishib qo'ysa bo'ladi-yu. Qonunga qarab turib chiqarsa bo'ladi-yu. Men jinoyatchini qilgan ishini nima qilib turib yoqlab ana Izboskan tuman Qahorib Olim aka jinoyatchini qilgan nimasini yoqlab turib yana ashunda qolib ketdi yer. Bu birinchi holat. Bu yana Anjandagi sudyalar Isaqov Fulkarni Anjanda smatriyashisini, razborshigini, ko'cha bolasini hali qo'pol qilib aytganda o'g'rilar olamini vakilini xizmatini qilsa, bularga barham berish kerak. Faqat siz aytsangiz, siz bularni deb turib bir nima qilib siz ana qilishingiz mumkin, to'g'rilashingiz mumkin. Mana prokuraturani davosini rad qilishyapti. Prokuratura ham bir qonuniy narsa bo'lsa keyin da'vo kirgizadi. Prokuraturani da'vosi qanoatlanmasa, bizi-yu endi biz gapirmay qo'yaveraylik. Biz bu sudyalar uchun bir odam qatorida emasmiz. Bular vobshe. Shavkat Miromonovich, ushbu murojaatni nazoratingizga oling. Bu Andijondagi sudyalarni bir tartibga chaqiradigan, bularda shu bir qonuniy ishlashini ta'minlab bering. Odamlar juda ko'pchilik norozi, bitta men emas. Sizga yana men sog'lik salomatchilik tilayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz, nabiralaringiz rohatini ko'rib yuring. Sog' salomat bo'ling, charchamang. O'zbekistonimiz eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilsin. Sog' salomat bo'ling. Ushbu murojaatni nazoratingizga oling. Shu tashrif chog'ida kelganingizda iltimos meni qabul qiling. Sizga aytadigan, yurakdan aytadigan gaplarim bor.
armonda o'lib ketmay men ham. Ichimdagi dardlarimni gapirib olay. Sizga Andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal murojaat qildi. Sog' salomat bo'ling.